ham turib oldim. Bu g'alati joyda yotish juda ham qiyin. Yastig'ini sug'urib oldim. Mayli. Bu qishloqqa kelgandan beri hech kim meni yaxshi gapirmaydi. Ammo meni nimagadir meni ishqimizga qopdi. Qani boringchi, qanaqa ish berar ekan Nurbek? Albatta, sizlar bilan salomlash esimga chiqibdi-ku. Salom hammaga. Sizlardan men bir kanalda. Salom bo'lsin. Merjanoblari, qanisiz? O, mana merjanoblari. Nima qilyapsizlar? Ko'rtuganiga. Ha, men birov keldimi? Ha, keldim. Chaqirtirganingiz. Ha, kecha chaqirtirgandim. Nega bugun keldingiz? Chunki kecha vaqtim yo'q edi. Hisoblayotgandim. Ha, mayli. Menga bir ish bor, ammo jang qilishni bilasanmi? Ha, bu yoqqa yurchi. Xo'sh, sen bilasanmi? Sen kechasi qishloqda go'lilar bilan birga himoya qilishing kerak. Ish senga bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Men jang qilishni yaxshigina bilaman. Bo'lmasa ishingni eshit. Kechasi zombiylar bizga hujum qilyapti. Ko'p jetillar o'lib ketyapti. Hozir sen meni o'rinbosarim, ya'ni ukamga borsang, rahmat. Meni bug'atan deb taqilsing mumkin. Bug'atan? Mening ismim bug'atan emas-ku, lekin mening ismim Jumaoy. Ammo bug'atan desang bo'laveradi meni. Sen menga nimasini tushuntirishing kerak ekan. Ha, bug'atan. Men senga narsa tushuntiraman. Faqat bir narsani esingda tutqazib, bu juda qiyin. Yaxshi, ishni tezroq qil. Qanday golemni o'shandan ikkita bir joylarga qo'yasan. Uni masalasi bishqi bermagan golem turibdi. Ana o'shanga aytsang, u senga beradi. Qancha pul olasan mendan, ya'ni zumrad. Mendan emas, akamdan so'raysan, ahmoq. Yaxshi. Xo'sh, men janoblarim, men kengiz bilan gaplashdim. Yaxshi. Bitta zombi go'shti uchun sizga 3 beraman. Yaxshi, rahmat. Bo'lmasa ishingga bor, bo'lmasa ishingga boraver. Rahmat. Obunachilar erkakni omadda bilan o'zlarini eslasam omadda. Yeniga orqan bashar bidilib yotgan. Mana ekan. Ay, Golem aka. Xo'p, biroq tushga nima deysan? Siz menga bir joyni ko'rsatishing kerak ekan. Ha, sen yangi jangchimisan? Ha, tushunarli. Senga hozir tushiraman. Faqat tez, chunki hozirga tushyapti. Borib aslahalarni kiyasan va aslahalarni kiyib bo'libsan-ku. Ha, mayli, aslahalarni kiyib bo'libsan. Borganda qurollarni ol va narsalarni tayyorla. Havodan hujum ham bo'lishi mumkin. Golemlarni sen qishloqni 3 dan 2 qismini qo'riqlaysan. Qolgan qismlarni esa golemlar qo'riqlaydi. Tushunarli. Demak, bu jang bo'lar ekan. Demak, bugun osmondan jang bo'lishi ham mumkin ekan, obunachilar. Bo'lmasa nima ham derdik? Kutamiz obunachilar. Xo'p. Buni olamiz va buni va golemlarning tuxumi, albatta non, kamon, o'q, yana nima? Bo'ldi menimcha. Xo'sh, endi ikkita zombi yana qasdaydi. Kech qo'yib kelishimdan oldin ushib kelgandim. Xo'sh, bo'lmasa ketdik.
mana shularga bitta ikkita qo'yamiz. Xo'sh, keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr, sizlar bilan men Birov.